Yili nechi buni aka? 5. 2005-yil motor qadoylarni qilgansiz a? Hech qanaqa kamchilik yo'q. 3800 ga beramizmi? Yo'q. Beramiz, 4000 demak 3800 deb qo'yamiz. Qancha yurgan bu? 4 kurib yurgan ekan, monitorlar qo'yilgan, chexol poliklari bor, avtomat. Lyuklari ishlaydimi aka? Ha, ishlaydi. Televizor, registrator, hamma narsasi bor. Kevin kolonka ham qo'ygansiz a? Ha, ushletlari ham bor. Usulli ham bor deblar. Aka kraskasi qayerda bu? Kraskasi mana bu eshikning pastiga bor mana bu. Shu eshikni pastda bor, 4 ta balon juda zo'r holatda. Akani o'zlari aytganlarini qo'yapmiz, aytgan gapingizni qo'yapmiz. Motor aniq qilgansiz a? Ha, rasmlari ham bor, qilgan. Bo'ldi. 2005-yil 3800 ga beramiz, xo'pmi? Naqd pul bilan kelsa? 4 qiling. Yo'q, mana qarang, sizga olyapman. Bo'ladimi 3800 ga? Nech pul? $100 o'tib beramiz. 3900 mi? Bo'ldi.